Shoshilinch ogohlantirish. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Joriy yilning 13-18 aprel kunlari kutilayotgan yomg'ir yog'ish sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkinligi ma'lum qilindi. Jumladan Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax, Toshkent, Namangan, Farg'ona hamda Andijon viloyatining tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi kutilmoqda. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishni so'rab qolamiz. Respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'planish ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin. O'zingiz va oilangizni asrang. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.